Toshkent aeroportida chet ellik shaxs $9,000 o'g'irladi. Joriy yilning 4-aprel kuni Islom Karimov nomidagi Toshkent xalqaro aeroportida chet el fuqarosi tomonidan o'g'irlik sodir etildi. Bu haqda Ichki ishlar vazirligi xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, 1994-yilda Jizzax viloyatida tug'ilgan fuqaro New-York Toshkent yo'nalishi Airways orqali O'zbekistonga yetib kelgan. U o'z yukini tekshirish jarayonida hajmi $9,000 miqdoridagi pul mablag'lari yo'qligini aniqlagan. So'ng ichki ishlar organlari xodimlariga xabar bergan. Olib borilgan tezkor harakatlar natijasida jinoyat fosh etilgan. Aniqlanishicha, uni o'sha reysda parvoz qilgan chet el fuqarosi sodir etgan. Mazkur holat yuzasidan tegishli hujjatlar rasmiylashtirilgan. Eslatib o'tamiz, avvalroq Toshkent shahrida joylashgan mas'uliyati cheklangan jamiyat yerto'lasidan $50,000 bo'lgan seyfni o'g'irlagan kuryer va uning sheriklari ushlangandi.